Hürmetlik vatandaşlar, bugünkü leksiyalarni başlaymiz. Bugün çizgiler 2021 yıl 6. ayının 23. günü. Vaziyetten haber versek vatandaşlar, bugün 23. günü Hong Kong'da, yani Şangang'da alma gezite takaldı. 6. ayının 17. günü 500 nefer sakçı ameliyata Kompartiyanın sakçıları kelip aktırış kıldı. 18 milyon etrafıda Şangang pulu, bu Hong Kong pulu bolsa gerek. Banki hesabı numarını to'nglatdı. Bugün gezet to'xtadı. 3 neferdek tahrir qo'lga ilindi. Bu gezetning başlığı yoki boshqaruvchi Li Jiyingga 14 ay yoki 18 oylik kesim e'lon qilish vaziyati yoki kesim e'lon qilish mumkinligi oldida turibdi. Bu ortiqcha, Li Jiying uchun ortiqcha. Lekin Xitoyning sot va sot kollegiyasining nima ish qiladiganligini shuni ko'rib oling. Uyg'uristonda gezit boshqarish bu yoqda tursin. Faqat Uyg'ur degan nom uchun muddatsiz 20 yillik muddatlik o'lim jazosi 2 yil kechiktirib, shundaq o'lim nima o'zining atalmış qonun yo'lga solib Uyg'urlarni bostirib o'tadi. Hong Kongda, selish to'g'anda Hong Kongda yanada farq bor ekan, demak, o'zining millatiga boshqacha muomala qiladigan atalmış qonun. O'ziga yot bo'lgan ikkinchi bir millat yoki mustamlika hukmronligi ostidagi millatga boshqacha muomala qiladigan qonun. Meyli qandoq bo'lishidan qat'iy nazar hozir Xitoyning butun mohiyati, Xitoyning kimligi. Shempinjong damsizlar, Xitoyning kimligi oshkor bo'lib bo'ldi xalqaro jamiyatga, hurmatli vatandosh. Bu bir vaziyat. Endi vaziyatning beshida yana aytishimiz kerak bo'lgan ikkinchi muhim vaziyat Hong Kongdan keyin Uyg'uristonga kelaylik. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Kishilik huquq komitetida tunugin 23 kunidan, tunugin 22 kunidan hisoblaganda Kanada riyosatchiligi yoki Kanada hukumati raisligida va Kanada davlatining tashkillashi bilan 41 davlat imzo qo'yib, Jungo hukumatiga sondiki dediki biz 41 davlat vakil avatimizmi yoki borimizmi Uyg'uristonga kiramiz, tekshirish olib boramiz, yo'l qo'ysiz buningga dedi. Chekdimi qo'ymaysiz, yo'l qo'ysiz dedi. Tunigil latin biz sizlarga Barchilat xonimning Uyg'uristonga tekshirishga boradiganligini e'lon qilganligini, Jungo bilan bu to'g'rida suhbatlashayotganligini degan edik. Bugun yana shuning munosabatli bir xabar nima desangiz vatandosh, 41 davlat hozir mana gruppalashib, ittifoqlashib Uyg'uristonga kirib, Uyg'urlarni nazarband qilgan jazo lagerini tekshirishni talab qildi. Mavzuli xabar 6 ayning 23 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Janba 41 davlatdan tashkillangan ittifoqdoshlar Jungo Uyg'uriston rayoni jazo lageriga kirib, 1 milliondan ortiq Uyg'urning nazarband qilinganligini, nazorat qilinganligini, kishilik huquqlariga tajovuz qilinganligini tekshirishni talab qildi. Kanada haftaning 2 kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetida rayon olqigan bu bir parcha bayonotini e'lon qildi. Kanadaning Jenevada Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq vakili Leysel Norton bu bayonotini e'lon qilganda ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Bu kishilik huquq ahvolini uzil-kesil tekshirish intayin jiddiydir. Yani Uyg'uristondagi kishilik huquq ahvolini uzil-kesil tekshirish intayin jiddiydir. Leslie Norton mundaq ko'rsatdi. Ishonchli dokladlar oshkorladiki,
1 milyondan ortiq Uyg'urni Jungo hukumati xohlagancha nazarband qildi. Uyg'ur millatining madaniyatini cheklashga uchradi. Uyg'urlar va boshqalar o'xshash bo'lmagan nisbatda nazarband qilishga uchradi. Yana xabarlarda mundoq ko'rsatildi. Tan jazosi berish, insoniyat qalbidan chiqqan vahshiylik bilan haqoratlash xarakterlik muomala qilish, jazolash, tug'uchaklash, jins va jinsiy farqlar zo'ravonligi hamda doirlar bolalarni ota-onasidan ayirib etishga majburlash va hokazo. Kanadaning vakili Norton 41 davlatga vakil bo'lib, Jungo hukumatining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetining yuqori darajalik valisi va amaldorlarining mustaqil tekshiruvchilarining Uyg'uristonga, Shinjonga kirishiga yo'l qo'yishiga haydakchilik qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komiteti valisi Barchilat haftaning 1-kuni yig'in boshlanganda mushundaq talabni o'tirib qo'ydi. Haftaning 1-kuni komitetning valisi Barchilat xonim mushundaq talabni o'tirib qo'ydi. Haftaning 2-kuni Kanada raisligida 41 davlat biz kiramiz, Uyg'uriston kiramiz, tekshiramiz dedi. Diqqat, hurmatli vatandosh. O'tirib qo'yganida Barchilat mundaq ko'rsatgan. Biz davomli Jungo hukumati bilan ziyorat qilishdan shakta to'g'risida muhokama elib berib o'tamiz. Jumladan Uyg'uristonga ahamiyatli kirishni o'z ichiga oladi. Uyg'uristonga kirishning mushu yil ichida amalga oshishini umid qilamiz. Bo'lib xabarlarda shu yerda intayin eg'ir kishilik huquqi xiloflik qilish ahvollarining ko'rilganligi xabar qilinmoqda. Jungoning Jenevada Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq vakili Jangri bu bayonotga pisand qilmay, aksicha Kanadada o'tirishliq yerlik millatlarning kishilik huquqlariga ko'ngil bo'ladiganligini bildirdi. Jangray mundaq dedi, Kanada tarixda yerlik millatlarning yerlarini tortib olib, ularni o'ltirgan. Yerlik millatning yerlarini tortib olib, ularni o'ltirgan. Siz buni Kanada qartib debsiz, Jangray apandi bugun Xitoy Uyg'uristonda yerlik millatning yerlarini tortib olib, millat Uyg'urni o'ltiryapti. Jangray apandi o'ltirgan, madaniyatini yo'qotgan dedi. Jungo vakili Venezuela, İran qatorliq davlatlarning qo'llashiga erishdi. Bu Jungoning vakili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yuqorqi davlatlarning qo'llashiga erishdi.